Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizning aziz muxlislarimiz barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Hozir biz xabarlar bor. Namangan viloyatida gullar festivalidamiz. Bizga qanday kelishni juda ham ko'pchilik so'raydi va juda ham istab topa olmadim deganlar uchun mana bu tomon Dvoresdan keladigan tomonimiz. Bu tomonimiz mana Chorsuv bozordan keladigan yo'l. O'rtada bizga kirsa bo'ladi. Hozir mana shu kirganda shu qatorning boshida, mana shu qatorning boshida 5-6 joylar bizniki, hurmatli obunachilar. Yo'llarimiz narxlarini ham juda ham qulay qilganmiz. Inshaalloh kelib kimki xarid qilsa, albatta bonuslari bilan chiroyli qilib beryapmiz gullarimizni. Hurmatli obunachilar, albatta yaxshi gullardan olinglar. Juda ham chiroyli gullarimiz ko'p. Kliviyalarimiz 75 dan, postalarimiz 65 dan. Mana kliviyamiz. Shunaqa kattasi gulga kirgan. Mana bu hostalarimiz bor. Mana buni ham 2 xili bor, 3 xili bor ekan. 65-45. Sanseveriyalarimiz mana kattasidan bor. Hurmatli obunachilar, bular 75 dan. Andorim lolalarimiz bor. Bularimiz 110 dan. Mana anturimimiz bor, mana bunday gigant 90 dan. Spatifilum mana shunday katta gullab turgani 65 dan. Kulyonlarimiz bor 85 dan. Araukaryalarimiz bor mana 160 dan. Singonium mana tak aglanomiyalarimiz bor, kalateyalar 65, 75, 85 har xil narxlarda, hurmatli obunachilar. Gullarimiz, assortimentimiz juda ham chiroyli va juda ham ko'p. Mana kameliyalarimiz bor. Kameliyalarimiz mana g'unchada уже gullay deb qo'yganlar bor. Hurmatli juda ham chiroyli gullarimiz ko'p. Bemalol kelib xarid qilinglar. Fikuslarimiz ham mana har xillari bor. Mana bunday fikusimizni ham olib kelganmiz, bu ham bor. Gullarimiz juda ham ko'p. Barchalar kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta 5-6 joy istab qo'yganlar uchun 5-chi va joylar bizniki, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramni yaxshi o'tkazinglar.